Так, barchaga assalomu alaykum. Sizlar Nazarmatov va bu kunday tahlil videosi. Bugun sanamiz 1 iyul, yilning rovna yarmi o'tdi. Kunimiz seshanba va biz o'z analizlarimiz va kunday tahlilni boshlaymiz. Sразу aytib o'tib ketaman, agarda siz hozirda bozorda aniqlik ko'rmayotgan bo'lsangiz va ikki tomonlama harakat agar stuporga tushib qolgan bo'lsangiz, bu absolyutno norma, chunki bozor hozirchalik manipulyatsion holatda. O'z analizlarimizni albatta har doim DXYda boshlaymiz. DXYda sizlarga давайте 6 oylik analizni sizlarga ko'rsatdim. 6 oyda bizlarda nima bor? 6 oyda bizlarda qaraydigan bo'lsak, ровно yilni yarmi o'tdi va yilni keyingi yarim qismi boshlangani uchun bizlarda OBI bor yarim yillikda mana va bu 6 oylik mana hozir buni lovini oldi, lekin ozgina откат berish ehtimoli yana bor. Agar oylik, misol uchun time frame yana qaraydigan bo'lsak, oylikda ham low olingan, yevroda ham high olingan, lekin bizlar GUda qaraymiz, GUda hali oylik high olinmagan va GUda mana yerda likvid zonalar, ya'ni order flow likvidlarimiz yo'q emas. Bu degani hali dальнейший yana harakati bor va bu именно oylik ya'ni hayni olib qolish ehtimoli juda ko'p. Lekin bizlarga katta time frame emas, bizlarda именно bugungi harakat qiziqroq. Bugungi harakatda nima bo'lishi mumkin? Ayta ozroqda haftalik harakatga ham to'xtalib o'tamiz. Haftalik harakatda qaranglar, bizlarda nima bor umuman? Hozir qayerlarda bozor nimaga stuporda turibdi deydigan bo'lsak, bozor chunki aniq уровень yo'qda, bozor ushlash uchun yoki biron joyda harakatlanish uchun bizlarga qanaqa aniq уровень kerak, to'g'rimi? Aniq уровень bo'lishi uchun ham bizlar qayerdandir nuqta olishimiz kerak va bu nuqta hozir misol uchun kunlikdan agar daraja olamiz, kunlikda misol uchun nima kutilishi mumkin? Kunlikda просто hozir bugun range bo'lishi mumkin. Agar range bu mana bu bugun FVG ga yasaladigan bo'lsak, chorshanba kuni ertaga просто mana shu FVG harakat qiladi, panshanba kuni bizlarda NFimiz bor, dальше просто oqib ketish ehtimoli ham yo'q emas. И xuddi shunaqa ssenariy ham bo'lishi mumkin, chunki dalsha oyna agar hayni misol uchun jiya oladigan bo'lsa, DXYlar ham dalsha qulash ehtimoli bor. To'g'rimi? Agar bugungi harakatni ko'ramiz, bugungi nima magnit zona bor? Hozir misol uchun men bitta narsa aytib o'tib ketamiz, давайте сразу eslatib o'tay. Hozir bizlar соблазнительный buy beryapti-da, qanaqadir bir ana PDLlarni sweep berib, qanaqadir bir juda narx buy qilgan, lekin men o'ylayman, то, что bu sal этот opasnayroq harakat bugun даже opasnayroq bozor bo'lishi ham mumkin, chunki yangilikda o'tib qaraydigan bo'lsak, bizlarda nima bo'lyapti? Bizlarda bugun bir emas, ikkita yangilik bor. 6:30 da bizlar Powell speaks, ya'ni Powell Doda speaks qiladi. Keyin уже Joltons bor. Va bu ikkita yangilik bu nima degan, qachon savdo qilishga 7:30 savdo qilish. Agar hozir Nyu-Yorkda bizlarda biz katta ehtimol bilan agar shans bermaydigan bo'lsa, Nyu-Yorkda уже 7:30da qarasakkina biron narsa o'zgarish ehtimoli bor deb o'ylayman. Agar bugungi harakat misol uchun hozir misol 8:00gacha, mana bu 8:00gacha agar misol uchun yurib beradigan bo'lsa, yana Londonda yurib beradigan bo'lsa, agar Nyu-Yorkda ну biroz albatta shumdan keyin bizlarga qanaqadir bunaqa shum bo'lib, undan keyin qanaqa struktura beradigan bo'lsa, undan keyin dальше bizlar o'zimizni asosiy target ya'ni sell setlarimizga harakat qilsak bo'ladi. No degan joy mana bu уровеньga keladimi, chunki bizlarga narx biron joyda harakat olish uchun bizlarga qanaqadir aniq уровень kerak. Aniq уровень bo'lsa qiyinlashadi. Lekin bugungida menga savolimga javob misol uchun ozroq Евро-USD beryapti. Евро-USD qaranglar. Mana yarim soatlik FVG bor. Mana FVG ga qanday javob berishi men uchun juda muhim. Va GUda xuddi shu joyda BPRimiz bor mana. 30 minutlik BPR, даже 3 talik BPR deb mana bu yerda olsak ham bo'ladi. Endi agar mana shuni buzmasdan turib bizlarga struktura beramiz, дальше o'zimizni asosiy time frame, ya'ni buy setlarimizga harakat qilsak bo'ladi. Endi GUda GU bugunchalik GU ancha yaxshiroq ko'rinyapti. Agarda yo'q, mana shuni buzib o'tadigan bo'lsa va mana bu lowni ham to'liqligicha buzib o'tib bizlarga struktura beradigan bo'lsa, bizlar asosiy targetlarimizni именно GUdagi PDL tomon harakat qilib ko'rsak bo'ladi. Menimcha bu tushunarli bo'ldi, lekin bozor yana bir marta aytaman, juda manipulyatsion holatda va aniqlik kam bo'lgani uchun, o'shaning uchun aniq model tuzsagina, aniq model yasasagina bizlar o'zimizni target zonalarimizni va undan keyin zelka kiramiz. Agar misol uchun bermaydigan bo'lsa, zelka kirish не стоит. Keyingilarimiz bizlarda indekslar. Indekslarda nima kutilyapti? Indekslar juda ko'p holda, misol uchun mana kecha juda yaxshi BPR zonamiz bor edi. BPR zonani по сути javob berdi, lekin bari lowlarni yechib, ya'niki stoplar hammasini tozalab, undan keyin o'zini targetlarimiz tomon harakatlandi. Bugunchalik bularga ham aniqlik juda kam, lekin katta ehtimol bilan yana dальше o'zini PDXga menimcha katta ehtimol bilan hujum qiladi, chunki просто так sweep qoldirib ketyapti va aniq buzib o'tib ketmayaptimi va Aziyada bunaqa harakat bo'lgani uchun London просто qolib ketish ehtimoli bor. Undan so'ng biroz manipulyatsiya va agar
bizlar bilamiz indekslarcha struktura berish juda qiyin va imенно bizlarga diskount zonaga kelib struktura beradigan bo'lsa, dal shu o'zimizni PDXlarimizga yokida buy saytlar tomon harakatlanib ko'ramiz. Lekin bular ikkalasi ham all time highni yangilagani uchun ham hozir bizlarda bularga nisbatan ham juda ehtiyotkor bo'lishimiz kerak. Ya'niki agarda misol uchun siz kechami bugunmi yaxshi profit qilsangiz, haftani yopib yuborsangiz ham juda juda ko'p holatda hech narsa yutqazasiz. Nimaga? Chunki bu hafta shundoq ham 4 kun ishlaymiz. Nimaga deganda, chunki 4-iyul bizlarda Amerikada mustaqillik bayrami bo'ladi va bizlarda non-farm payshanba kuniga o'tgani uchun ham hafta ish kunimiz 4 kun bo'ladi, lekin agar NFL ishlamagan bo'lsangiz 3 kun bo'ladi. O'shaning uchun bir kun, 2 kun yaxshi profit qildingizmi, просто так haftani yopib yuborsangiz ham juda ko'p hech narsa yutqazmaymiz. Так, bugungi kundagi tahlil shu, bilamiz aniqlik kam, lekin обычно bozorga qarab, o'zimizni modellarimizga qarab savdo qilamiz, ehtiyot bo'lamiz, hushyor bo'lamiz. Barchaga rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling, charchamang.